Alaykum assalom. O'tiringlar. Xo'sh, kayfiyatlar qalay? Zo'r! Ha, yaxshi. Zo'r bo'lsa har doim. Xullas, dars boshlashdan oldin sizlarga bitta savol bermoqchiman. Haydi. Kim maktabdan keyin institutga kirishni xohlaydi? Man kirishni xohlayman. Ha, Xon To'rayev, nimaga qo'lingizni ko'tarmayapsiz? Oyim maktabdan keyin to'g'ri uyga borgin deb tayinlaganlar. Yo'q. Og'iz oching. Qo'rqmang, yo'q. Og'rimaydi, yopmang. Ana, yaxshi. Voy, paxta qolmabdi-ku. Hozir bir daqiqa, mashinada o'tir, xo'pmi? Men paxta olib kelaman. Xo'pmi? Paxtaga borib keling. Ana, paxta olib keldim. Qolib ketibdi-yu. Qani bering-chi. Ana. Mana bu toza, ataylab Hindistondan olib kelingan paxta. Qani? Oching og'zingizni. To'xtir. Ha? Nimaga siz ancha qolib ketdingiz desam, Hindistonga borib kelibsiz-da-ya? Ma'naviyat xonasi. Kserokopiya ishlamayapti. O'zim bilaman, ishlayaptimi, ishlamayaptimi. Ahmoq, yozib qo'yilgan-ku, kserokopiya ishlamayapti. O'zing ahmoq. Birinchidan kserokopiya bo'lmaydi, kserokopiya bo'ladi. Bari. Xo'sh, Mirziyatova, ahvolingiz ancha o'zgarib qoldimi? Yo'q. O'zgarmadimi? Yo'q. Voy. Bo'pti. Hozir boshqa dorilar yozib beraman. Ancha o'zingizga kelib qolasiz. Xo'sh, mana bu dorilarni 5 mahal ovqatdan keyin ichasiz. Qoldirmasdan ichasiz. Voy, doktor, 5 mahal ovqat dedingizmi? Ha, mayli dori, lekin 5 mahal ovqatni qanday yeyman? Keling. Voy, xullas-chi, Nima qilamiz? Xullas, hamma joylashib o'tirib olsin. Ha, joylashib o'tirib olinglar. Ha. Jim o'tiringlar. Sasikro gapirsin. Nima? Sasikro gapirsin. Sekin. Sasikro. Sadatxon. Sal sekinroq gapirsin. Pastroq gapirsin. Hey. Pastroq ovozda gapiringlar. Shovqin qilmanglar. Uni yetishdi. Qolganlarga yetqaz. Xo'p, jim o'tiringlar.
Ko'rdim. Umid, sekinroq gapirar ekansan, sodda pamit tili. Pastroq gapirar ekansan. Xo'p. Boshqalarga ham aytib kelgan. O'tirib tur. Hozir. Bola. Ozgina pastroq gaplashinglar. Sodda betotdilar. Nimaga? Nimaga past Bilmayman. gapiramiz? Rostdan nimaga? Hozir. Ko'rdim. Nimaga past gapirishimiz kerak ekan? Faqat taqli. So'ra. Ha, xo'p. Sodda qaravering. Nimaga o'zi past gapirishimiz kerak? Nimaga pichirlashimiz kerak? Nima pichirlab? Bitta so'rab keling. Hozir o'tir. Menga qarang, haligi bitta savol tug'ilib qoldi-da. Hop. Nimaga bular past ovozda gapirish kerak? Bitta so'rab bering. So'rang. So'rang. Menga qarang. Nimaga pastroq gapirish kerak? Tomog'im sal og'rib turadi o'shanga. Nima? Ozgina tomog'im og'riyotdi. O'shanga pastroq gapirsin. Nima ekan? Tomog'i og'riyotgan ekan-ku, o'shaning uchun past gapiringlar. Tomog'igami? Nima ekan nima? Tavba. Assalomu alaykum, doktor mumkinmi? Va alaykum assalom. Kelinglar. Nima xizmat? Doktor, opamni tishlarini olib qo'yasizmi? Ha, o'zim olib qo'yaman. Bitta tish olish necha pul? Bitta tish olish 100 ming so'mdan. 100 ming. Ha? Hozir to'xtab turing. Menda faqat 50 ming bor ekan. 50 mingga olib qo'yasizmi? Yo'q. Bor adindan yana 50 ming olib kel. Bo'lmasam olmayman. Yo, 50 mingga olib qo'ying, iltimos. Yo'q, ol olmayman singlim. Bo'lmasa shu 50 minggacha. Tishimni salgina qimirlatib qo'ying. Senga nima foyda tishingni qimlatishimdan? Uyga borib o'zim sug'urib olaman. Yo'q. Hurmat. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Hamma kelganmi? Aniqmi? Hamma kelgan. Qarang, hozir tekshiramiz. Xo'p, yangi mavzu o'tishdan oldin bitta eskisini tekshirib olamiz. Tushundinglarmi? Xo'p, o'tgan mavzuni so'rayman. Xo'sh, so'rayman. Kimdan? So'rayman. Parpiyev. Xo'sh. Darrov. Qilas, triyoningizda. Xo'sh. O'tgan mavzu nima o'tgan ekanmiz? O'tgan mavzu. O'tgan mavzu. O'tgan mavzu-ya. O'tgan mavzu nima o'tganmiz? O'tgan mavzu. Esimdan chiqib qolibdi, ustoz. Yo'q. Qarang. 2. O'tiring. So'rayman. Shomuratov. Ha, ustoz. Xo'sh, o'tgan mavzu nima o'tganmiz? O'tgan mavzu. O'tgan mavzu. Jim bo'lib qoldingiz. O'tgan mavzu. O'tgan mavzu nima o'tganmiz? Nima o'tganmiz? Ustoz, 2 qo'yib qo'yavering. O'tiring 2. Rahmat. So'rayman. Mustafa. O'tgan mavzu nima edi? O'tgan mavzumi? O'tgan mavzu nima edi? O'tgan mavzu. Nima edi? O'tgan mavzu nima edi? Bilmayman. 2. O'tiring joyingizga. So'rayman.
so'rayman. She'r Muhammedova? Voy. Ha, ustoz. O'tiring. Siz turishingiz shart emas. Qarang mana, quyosh xalal bermayaptimi? Quyoshmi? Ha, Yo'q, xalaqit bermayapti. xalal bermayapti. Bo'lachi. Ha? Umid bilan almashtirib yuboraymi? Yo'q, Yo'q? shart emas. Ha, yaxshi. Qarang, shu bitta savol bor-da. Mana, o'tgan dars nima mavzu o'tganmiz? Voy, o'tgan darsmi? Voy, o'tgan dars. Aha. Voy, qarang, esimdan chiqib qolibdi, ustoz. Qarang, 5 minut oldin esimda edi. Ha, ishingizga qimmat bo'lib turadi. Yo'q, bo'lib turadi. Hammada 100 dan chiqib qolishi mumkin, tabiiy hol bu. Hech qisi yo'q. 5. Qanaqasi, ustoz? Ustoz! Voy! Bizam Voy, ustoz! Ustoz! O'zi o'tgan mavzu nima edi? O'tgan mavzumi? Mana. Ayting, hozir. O'tgan mavzu? Qaysi mavzu? Qaysi mavzu? O'tgan mavzu? O'tgan mavzu. Nima edi? O'tgan mavzu o'tib ketdi. Yangi mavzu o'tamiz. O'zlarini ham eslarida yo'q menimcha. Yangi mavzu. Sklerozlik belgilari. Voy! Onasi! Qizmi, o'g'ilmi? Dadasi. Olib qochma. Tez gapir. Qizmi, o'g'ilmi? Dadasi, sizni mashinangiz qirib ketgan o'g'il O'g'il bola bola? edi. Bor, menga. Tez. Hali sanmisan? Shoshmay tur. Sanmisan, ha? Qo'lga tushding-ku. Ha? Mani mashinamni qirib qochib ketadigan. Ha? Hozir dadangning yoniga borib, bir adamingni berdirib qo'ying. Hadi yurchi. Sog' bo'ling. U yoqqa qarab aksiring. Hop, qarang. Dorilar yozib beraman. Boshlaychi, hop. Hop. Tag'in yana ichdim deb qochib yurmang. Aldab. Hop. Tekshiraman. Mana 4 ta dori yozib beraman. Mana. Birinchisi mana analgin. Analgin. Mana parasetamol. Mana vitamin C mana. Keyin mana kali. Hozir. Kali. Hozir yozmay qoldim. Kali. Ruchka qatta bo'ldi. Yozmayapti. Kali. Buni ichish shart emas. Siz 3 tasini iching. 3 tasini iching. Tuzatib yuboradi. Qaranglik iching, ha? Hop. Meng. Kali. Hammalar darsga tayyormisizlar? Uylarda kitob o'qidinglarmi? O'qidik. Xo'p, men sizlarga hozir tabiat darsidan savollar beraman. Xo'p. Javob bergan odamga 5 qo'yaman. Javob bera olmasangiz 2 qo'yaman. Savol berishni boshlayman. Suvda yashaydigan 5 ta jonzotni qani kim menga sanab beradi? Qani azizlar? Qurbaqa. Juda yaxshi. 5. Yana 4 tasini kim sanab beradi menga? Shahzodaxon. Qurbaqani otasi, onasi, akasi, singlisi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Maylimi kirsam? Nima boydan beri ishini ochmaysiz? Bo'ldi, keling. O'tiring.
Rahmat lekin. Nima bezovta qilyapti? Asabiyman-da, asabiyman. Shu osma. Shunaqa jahldorman-da, jahldor. Tushundim. Hammaga baqiraman. Asablarim qo'magan. Tushundim, sal uzoqroq gapiring. Mana shunaqa nervimni bo'lib qolganman. O'shaning uchun dori yozib bering yoki davolang. Bo'ldi, davolaymiz. Yoting. Bo'pti hozir. Mana buni qo'yamiz. Bu davolaydi bu. Voy, bu asabi tinchlantiradi bu. Ko'zni yuming. Endi tasavvur qiling. Siz maktab oshxonasidasiz. Mana patnisni olib, sekin ovqat tomon yo'l oldingiz. Mana 2 ta non oldingiz. Ikkitani oldim. Bitta kompot oldingiz. Oldingizmi uni ham? Kompot oldim. Yaxshi. Mana endi sekin ovqatga qarab qo'l uzatyapsiz. Nima bular menga ovqat beradi? O'sha shu bu narsa deb qo'ying. Gapiring. Ma'mi? Tasavvur qilyaptimi? Uzr berilib ketdimmi? Yo'q, hech qisi yo'q. Bo'p turadi. Boshqa bemorlarda ham shunaqasi kuzatib turiladi. Mana, mayli, ko'zingizni yuming. Yuming. Yumdingiz-a? Mana endi tasavvur qiling, siz mana akvaparkdasiz. Siz Voy, suzishga ko'raman. Suzishga ko'raman. Yo'q-e? Qanday yaxshi. Mana sekin basseynga borib oyog'ingizni tiqyapsiz. Sekin tiqyapsiz. Nima turtadi bu meni? Kim? O'sha shu bu narsa deb qo'ysangiz bo'lmaydimi? Uzr. Berilib ketdimmi? Turing. Nimaga? Tur. Nimaga? Turing endi. Muncha baqirasiz menga qarab, Menga qarang. Muncha baqirasiz menga qarab, Muncha asabiysiz. Voy. Yosh bola bo'lib turib, asablaringiz chazoqsiz, Mana dorilarni iching. 3 mahal iching. Hozir borib iching. Tushundingizmi? Baqirmang. Bular bizga baqirar ekansizda, hammasiga menga dardini aytadi. Asabim buzib, beradigan oylik ham zig'irtday. Mana u apparat ham eski. Asablarim tov bo'ldi. Men bu chekdaman.